Bugungi ovoz zapiski S25 Ultra. Telefonda har doimgidek ovoz zapisi yo'q. Mana ovoz zapisi o'rnatib beramiz. Kirib turib, nomer sborka yoqiladi. Kirib adabini yoqamiz desak, 100 berasirab o'chiq beradi. Buni endi безопасностьdan avtoblokirovщикni o'chirib qo'yib, keyin 100 berasirab o'chishga ruxsat beramiz. Mana endi shapka telefonni hop qo'yamiz, ruxsat beramiz. Skaner qilamiz, bunga ruxsat beramiz. Yana skaner qilib turib, Samsung bo'limidan security tool change KSK. Bu yerdan regionlarni tanlasak bo'ladi. Region SR, Rossiya region bo'ladi. Bu regionda yo'q. Qolgan yana ko'plarida yo'q. Iloda bor, Yegiptda bor. Xo'sh, bizga Tunisiya ham yaxshi, Tayvan ham yaxshi. Biz ko'proq odatda Tayvan tanlaymiz. O'tgan videomizda Tunisiya olgandik. Tayyor bo'ldi. Telefonimiz yondi, region almashdi. Настройка, запись визит degan knopkasi yondi. Запись avtomatik yoqib qo'yamiz. Va запись qilishni boshlaydi. Region Uztelekom 0890. Va mana avtomatik запись knopkasi yondi. Viza ko'tarilishi bilan avtomatik videolar telefonda yozib olishni boshlaydi.